Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Zey Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Bu galgi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida bugun sizlar bilan do'stlar Time of kartasini full qilamiz do'stlar. Previewda ko'rgan bo'lsanglar, Harry Kane turganda, xo'sh mana shu Harry Kane'ni biz sizlar bilan bugun xudo xohlasa 6 ta 100 chiqarib chiroyli tarzda full qilamiz. Videoni boshlashdan oldin esa albatta videoroligimizga like bosib qo'yib, YouTube kanalimizga esa do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, bu akkauntga keladigan bo'lsak, bu akkauntimiz obunachimizning akkaunti. Xo'p, akkauntga esa futbolchilar o'tkazilgan DLC25 paytida, lekin akkaunt xo'p, mana shu turishini o'zi ham super akkaunt. Ko'rib turganingizdek Azar bu yerda. Xo'p, 97, Neymar ham xuddi shunaqa. Xo'p, Harry Kane'ni full qilgandan keyin kichik obzor qilib beraman, xudo xohlasa akkauntni. Birinchi bo'lib do'stlar, Harry Kane'ni Time of kartasini birgalikda full qilamiz. Time of do'stlar, bilsanglar 2025-yil, ya'ni 2025dagi eng yaxshi o'yinchilarni DLC bizga taqdim etgan. Ya'ni 7-yanvar kuni mana shu Time of'lar kelgandi. Xo'sh do'stlar, bu oddiy kartasiga keladigan bo'lsak ham, oddiy kartasi sal-pal chatoqroq bo'lgan, lekin o'yinga ja ahamiyat bermaydi. Xo'p, skorslar 97, uskareniyasi 95, skors bilan uskareniya tezlik bilan tezlanish, charchab qolmaslik 100, kuchi ham 100. Zarbalari esa do'stlar, xo'p, bu yerda 100, pasi esa 92. Endi ja pas kerak emas-u, bu kartasi do'stlar tepasidan 4 ta 100 chiqarib, pas bilan ulardan 100 dan chiqaramiz, xudo xohlasa. Xo'p, endi ja pas kerak emas deymiz-u, lekin sal-pal chiroyliroq full qilish uchun ham 6 ta 100 xuddi shunaqa mana shu tarzda full qilsak 6 ta 100 chiqqanuchidan Time of kartasini xuddi shunaqa chotki xudo xohlasa full qilamiz. Xo'sh do'stlar, olmoslar keladigan bo'lsa, olmoslar 3 ga, oddiy kuchaytirgichlar esa bitta redki bor ekan. Xo'sh, biz do'stlar mana shu harakatni chiroyliroq full bo'lish uchun bitta futbolchini qurbon qilamiz. Ya'ni do'stlar, u umuman keragi yo'q futbolchi Mendeta. Xo'p, mayli, Mendeta o'zi kerak emas. Akkaunt masalan chiroyiga turish uchun ham unaqa nima desam bo'ladi. Xo'p, kerak emas-da xullas. Xo'sh do'stlar, katta anaqadan boshlaymiz. Ya'ni основной legendarnidan katta ehtimol bizga omadsiz keladi. Xo'sh, mana Vinos Lider, kontrolga skoros. Xo'p, kontrolga bersak hozir buzilib qoladi, adborga bersak ham buzilib qoladi. Shuning uchun ham do'stlar, обычныйdan ishlatganimiz ma'qulroq. Xo'sh, shoshilmaymiz, Vinos Lider bilan skorsga xo'p, qadam bosib beramiz. Bittalikdan yeydi. Olmoslar esa xudo xohlasa kuchaytirgichlar bilan yetadi deb umid qilaman. Xo'p, bitta legendarni. Xo'p, uskareniya, Silva, udar yaxshi. Vay, pasga ketib qoldi-ku bu. Da, pasga bersak ham bo'ladi, lekin erta anaqa qo'yishimiz mumkin. Davaydi. Pas bo'lsa pas. O yaxshi prorif. Bizga prorif kerak edi, lekin do'stlar, udari bilan pasini tezroq full qilib qo'ydik. Menimcha, xudo xohlasa kontrol bilan adborga tushib turmasa bo'ldi qo'yganiga. Lekin yaxshi, mayli, bo'ladi. Xo'sh, bitta redkidan bitta probaga ishlatib ko'ramiz. Pasga beryapti, skorsga beryapti, Vinos Liderga beryapti. Xo'p, demak, urmay turamiz-da, bitta legendarni deb bosamiz. Xudo xohlasa chiroyli tarzda full qilamiz. Vinos Lider, skors, uskareniya, chotki xudo xohlasa. Prorif berishi mumkin, lekin ketma-ketiga DLC prorif bermaydi. Xo'sh, 97 bo'ldi pasi, yaxshi, hali 100 bo'lgani ham yo'q, 100 bo'lmagani ham yaxshiroq, chunki pasini tezroq 100 qilib qo'ysak, kontrolga tushirib qo'yishi mumkin DLC bizga. Kontrol bilan uskareniya deysiz. Xo'sh, yana bitta legendarnidan ishlatarkanmiz. Xo'sh, pas, to'xtanglar. Xo'sh, Vinos Lider. Yo'q, pasga berarkanmiz yana. Uskareniya, skors. Xo'sh do'stlar, prorif hozircha yaxshi, menimcha. Hozircha yaxshi. 2 ta 100 chiqarib oldik budjetidan. Endi bilmadim qolganiga qanday ketadi, to'g'risi. Xudo xohlasa adbor bilan kontrolga tushmay tursa bo'ldi. Mana sizlarga kontrol bilan adbor. Assalomu alaykum deb chiqyapti. Xo'sh, kontrolni olib tashlaymiz. Uskareniya bilan Vinos Lider.
Xo'sh, 93 reytingga ega bo'ldi уже. Yarimidan oshig'ini full qilib bo'ldik. Qolgani endi ko'ramiz. Xudo xohlasa, lekin shuni bildimki, tangalar yetadi. To есть olmoslar. Silasiga beramiz bu yerda. Skorost, ускорение. Zo'r. Tepasidan do'stlar 4 ta berdik. Xo'sh do'stlar, bu akkauntni tarixiga keladigan bo'lsak, bizdan obunachimiz o'zi anchadan beri yaqin bo'lib qolganmiz. Xudoga shukr, mana shunchalik akkauntlarini bizga ishonib, Harikeni ham zo'rroq full qilib bering deb bizga ishonib turib, mana shu Harikeni ham bizga topshirdilar. Yobbana shaka. Bunisi endi bilmadim lekin. Отбор Siva. Aytdim-ku do'stlar, pas bilan udariga sal-pal tezroq berib qo'ydingmi yoki balki to'g'ri ketayotgandirman, lekin balki to'g'ri full qilayotgandirman. Yo'q, men to'g'ri yo'lda emas ekanman. Ускорение, отбор. Pas bilan udarini lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, taxminlab aytaman. Tezroq full qilib qo'ydim deb ularni. Xo'sh, 3 talikdan beramiz. Ускорение, скорость, вынос литр. Давай прорыв ber endi bu safar. Yo'q. 95. Ikkita 100 chiqib bo'ldi Harikenda, xudo xohlasa. Skorost bilan ускорениесini 100 qo'ysak bo'ldi. Qolgani qizumas. Xo'sh, ana endi biz legendarnidan ishga solamiz. Legendarni nima qilar ekan? Skorostga, ускорениеga yo'q. Bittalidan ketadi endi do'stlar qolganiga. Skorost, ускорение. Va yana tushyapti. Yana o'sha kontrol bilan отбор. Xo'sh, bitta legendarni bizda ochiq, kontrol bilan отбор, ускорение. Atak отбор bergandan ko'ra anaqa berganim ham yaxshi ekan, to'g'risi, kontrolga, lekin kontrolga bersak umuman musur bo'lib qolishi mumkin. Atak hozir ham salkam musur bo'lib qoldi. Endi tamom bitmasa ham bo'lmaydi buni. Kuchaytirgichda aytdim, pas bilan udarga sekinroq berishim kerak dedim, lekin o'zimga xulosa olmadim bu payt. Xo'sh. Kontrolga beramiz, ускорениеga beramiz. Ускорение, kontrol. Da do'stlar, bu men uchun tajriba bo'ldi. O'zi bu narsani bilib turuvdim, bilmadim lekin bor-ku. Lekin katta tajriba bo'ldi hozirgi narsa. Xo'sh, 95 skorost, ускорение 100, вынос литр 100, sila 100, kontrol 92, pas bilan udari esa 100 dan. Boya kontrolga bersam ham bo'lardi, lekin slishkim bo'lib ketardi-da, chunki kontrol bergan paytim skorosga bermay qolish mumkin edi. Endi nima qilamiz? Legendarnidan ishga tushirish shart emas. Bekordan-bekor legendarni uxlaydi. Bitta skorost bilan bitta kontrol beramiz. Shu bilan esa Harikane full tarzda kelmoqda. 95 bo'lib qoldi. Bu yerda ham 92 bo'lib qoldi. Xo'p, bu video roligimiz do'stlar, men shaxsiy o'zim uchun juda katta tajriba bo'ldi, chunki o'zi bilardim, lekin bilmadim, lekin sal shoshilib qo'ydim Harikane full qilishga. Do'stlar, shunda ham Harikane zo'r o'ynaydi, 5 ta 100 chiqardik Harikanedan. Nima desam bo'lar ekan? Mayli, peshana ekan do'stlar. Mana shunaqa bo'ldi. Xudo xohlasa Harikane shunday ham yoraveradi o'ynaganda. Lekin baribir chiroy uchun ham tepasidan 4 ta 100, pas bilan udari. No mayli.
Hop, bu yoqda Cherki, Robinson. Xo'sh, Cherkini bu yoqqa qo'ysam, rang-barang bitta akkaunt qilib qo'yish kerak bu akkauntda. Batistutalari bor ekan. Pires Di Maria Champions kartasi. No do'stlar, yomon emas, mayli. Balotelli, Pepe. Xo'p, tangalari do'stlar, qanaqadir jamoani yig'olsa bo'ladi, lekin akkauntni statistikalarini ko'proq to'g'irlash kerak. Xo'p, mayli, Di Mariani birato'la fulqora qolamiz. Xo'sh, asab buzdi lekin harakat. Di Mariyadan esa 6 ta 100 chiqara olamizmi? Xo'sh, tepasidan 2 ta 100 pas bilan kontrol. Lekin buzilib qolgan ekanda o'zi. Xo'sh, mayli do'stlar, timga qo'yib qolaman, chunki Di Mariyani fulqa bering degani yo'q obunachimiz, lekin bitta legendarni ishga solib da bittalidan bersak, xudo xohlasa bu bo'lib qoladi. Xo'sh do'stlar, obunachimizga esa kattaga rahmat. Shunaqa akkauntlarni menga ishonib topshirganlari uchun, chunki Harakenni o'zini to'g'risi full qilish haqiqatan qiyin. Men prosta sal shoshildim, risk qilib qo'ydim. Risk o'zini oqlamadi, lekin o'zim uchun, shaxsiy o'zim uchun tajriba bo'ldi. Xo'p, Haraken shunda ham zo'r o'ynaydi. Bu Harakenni yonida mana full qilganim yaxshi. Xo'sh do'stlar, obunachimizga esa kattaga rahmat. Akkauntlarni menga topshirib, o'zlari full qilmaganlari uchun, chunki Harakenni to'g'risida normalniy full qilish qiyin haqiqatan. Bu hozir bo'limini zo'r, lekin ideal emas-u, lekin jotki, xudo xohlasa zo'r o'ynab beradi. Kimdir so'rasa, mana esa maqtanadigan akkaunt bo'ldi, короче. Agar do'stlar kimga tanga olmos yig'ish xizmati kerak bo'lsa, hozirgi paytda bizda bomba chegirma, ya'ni do'stlar Ramazon tuhfasi ko'rib turganingizdek, o'zim shu tariflardan o'zim lichkamga yozsanglar bo'ladi. Halol tarzda, bemalol, sifatli tarzda do'stlar tanga bilan olmoslar yig'ib beramiz. Hammaga rahmat do'stlar. Sog', salomat bo'linglar.